Odamlar ko'rib qo'ysin, bizani deputatlar ham kuzatadi. Teridagi qizarishlar, toshmalar chiqayotgani sababli sizga men murojaat qildim. O'sha murojaatim bo'yicha bergan mahsulotlaringizni iste'mol qildim. 90% dan oshiq desam adashmayman, ta'sir qildi menga. Badanlarimda bor, badanlar umuman yo'q bo'lib ketdi badanlar. Umuman joyi ham bilinmay ketdi-da. Faqat shu oyoqlarda ozmoz ko'rsatamasiga joyi turibdi, lekin u tekis bo'lgan. Buni oldin g'adir-budurroq edimda, yaraga o'xshardi-da. Teridan ko'ra ozroq ko'tarilib turardi. Inson chunki qanday davo topayotgan, men shaxsan davo topdim. Dermalife kompleksidan rozimisiz? Roziman. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Bugun va'da berganimizdek O'zbekiston bo'ylab safardamiz. Bugungi ya'ni biz ko'zlab kelgan manzil Qashqadaryo viloyati Nishon tumaniga tashrif buyurganmiz. Mezbon sifatida bizni qabul qilgan akamiz Nishon tumani Xalq demokratik partiyasi raisi, tuman kengashining raisi Asqar aka Bekkamov janoblari bo'ladilar, chunki bu kishi deputat. Ko'pchilik aytadi, bizni faqat oddiy xalq kuzatadi. Yo'q, oliy ma'lumotli hatto deputatlar ham bizni kuzatishadi. Asqar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalomu alaykum, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelganingizdan juda xursand bo'ldim men. Xursand bo'ldik biz ham. Men bilasizmi, avvalambor juda xursand bo'lgan tomonim ko'pchilik biz o'ralashib qoldikda, ya'ni uyda o'tiradigan ayollar, qizlar ichida o'ralashib qoldik, onaxonlar, otaxonlar, lekin mana xalqqa xizmatida yurgan sizga o'xshagan faollar ham bizni mahsulotlarimizni kuzatib, o'zida ishlatib ko'rib, natijalar bilan o'rtoqlashishi uchun bizni taklif qilganingiz bu katta biz uchun sharaf. Avvalambor buning uchun mana bu Xalq demokratik partiyasi qilayotgan o'sha mehnatingizga Allohdan kuch-quvvat tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Xalq xizmatidagi odam ekansiz. Asqar aka, bir chekkadan gaplashamiz. Qanday qilib sizdagi deputat inson bizni kanalimizga a'zo bo'lib qoldingiz? Qanaqa qilib bizni mahsulotlarimizga qiziqish uyg'ondi va nimadan keyin bizni mahsulotlarimizni olib ishlatdingiz? Siz kanalingizga ulangandan keyin qarab kuzatib bordim. Juda berayotgan tavsiyalaringiz menga juda yoqdi. Aniq faktlar bilan berayotganingiz menda o'sha boyagi teridagi qizarishlar, toshmalar chiqayotgani sababli sizga men murojaat qildim. O'sha murojaatim bo'yicha bergan mahsulotlaringizni iste'mol qildim. 90% dan oshiq desam adashmayman, ta'sir qildi menga. Mana shu Avvalgi keyingi holatlarni ko'rsatamiz albatta. 90% dan ziyod ta'sir qildi. Mana birinchi boshda oyoqlarimni ko'rsatdim, undan tashqari badanlarimda bor, badanlar umuman yo'q bo'lib ketdi badanlar. Umuman joyi ham bilinmay ketdi-da. Faqat shu oyoqlarda ozmoz ko'rsatamasiga joyi turibdi, lekin u tekis bo'lgan. Buni oldin g'adir-budurroq edimda, yaraga o'xshardi-da. Teridan ko'ra ozroq ko'tarilib turardi. Asqar aka, o'z bilmagan holatda deksametazon ishlatgansiz. Shunday, endi men uni doktorlardan tavsiya qilib ishlatmaganman, o'zimcha ishlatganman-da. Chunki o'sha bizlarda Xalq demokratik partiya doimiy ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar bilan birgalikda muammolarni yechishga yuramiz. Sababi bizlarda nimamizda, o'zi dasturimizda shunday narsalar borki, yolg'iz ayollar, keksalar, yosh bolalar, boringki ijtimoiy himoyaga muhtoj, moddiy yordamga muhtoj insonlarning salomatligi uchun bepul tibbiy ko'riklar tashkil qilamiz. U bepul tibbiy ko'riklar o'zimizda tuman tibbiyot birlashmalarida ham bo'ladi. Undan tashqari viloyat kengashi sog'lom avlod xayriya jamg'armasi bor. Ulardan birinchi toifali 5-6 ta doktorlarimiz bor. O'sha doktorlar bilan tumanlarga borib, o'sha joyida o'sha kasalligi bo'lgan insonlarni ko'rib, birdaniga o'sha yerda lechina berib, 32 xil dori bor, bepul dorilar. To'g'risi men ularni to'liq o'qib, nima qilib bilmayman. O'shaning ichida mana shu siz aytgan hozir mazlar bor ekan, deksamon mazlar bor ekan. Bu nimaga yaxshi deganimda o'sha qizarishlar, badamda nimalar ko'rsam, shularga yaxshi deganiga men hech qanday retseptsiz uni ishlatdim-da. Hozir aytyapsizki, aytyapsizki mumkin emas degani uchun men endi tushunib bildim. Hozir yana olib ishlatmoqchi edim agar kelib qolmaganingizda. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Deksametazon atrofik terida atrofiya o'zgarishlariga sabab bo'ladi. Mana hamma narsani o'zining qomusi bo'ladi. Ya'ni ensiklopediyamizda teri kasalliklar bo'limida 2000 ga yaqin teri kasalligi bor. Hammasi tugagandan keyin gormonlar natijasida paydo bo'lgan ikkilamchi teri kasalliklarini o'rganish bo'limi, atrofiya bo'limi bo'ladi. Ya'ni 2000 turdagi teri kasalligini davolash bo'limi
va oxirida davolash natijasida paydo bo'lgan atrofiyani davolash bo'limi. Sizda haligi dog'larni, qizarishlarni usti yaxshi ketmayotganligining sababi ham o'sha. Ya'ni siz deksametazon bilan atrofiyaga sabab bo'lib qolgansiz. O'shani ko'proq ishlatdim, ochiq Ko'p ishlatib qo'ygansiz. Asqar aka, o'zi umuman xalq faoli sifatida, jamiyat faoli sifatida nima deb o'ylaysiz? Xalq dardi bilan yurgan, mana siz ham siyosiy maqsadlarda xalqni dardi bilan yurasiz, ijtimoiy himoya, boshqa va hokazo masalalar. Biz sog'liq masalasi, xalq dardi bilan yuramiz. Nima deb o'ylaysiz? Qanchalik biz uchun sog'liq muhim? Endi birinchi o'rinda o'zimizga sog'liq bo'lmasa, hech qanday ish ham boshlasa ham ko'ngil ushlagan odam o'ziga yoqmaydi-da. Shunaqa. Yoqmaydi ham. Endi ikkinchi taraflama hozir mana bu kelganlaringizga juda xursand bo'layotganim, onlayn gaplashish boshqa, mana bunaqa kelib joyida turib o'rganish u boshqa-da. Men xursand bo'lganim mana shu. Haqiqatan ham mana kuzatib boryapman, Surxondaryo bordilar, Samarqand, hammasi ko'p Samarqandga kelayotgan payt Samarqandda yurdilaringiz. Xalq xizmati umuman charchamaysiz. Juda yaxshi o'sha guruhga menga yoqadi. O'sha o'qib, qarab turaveraman, hozir uyda men bir ko'rganimda hozir to'g'ri yoshimda yodimda yo'q, 7000 qancha edi? 9000, 10000 ga yaqinlashdi. Hozir 10000 ga yaqinlashdi. Endi u bekorga emas, endi buncha inson chunki qandaydir davo topayotgan. Men shaxsan davo topdim inson. Men hazillashamanda ikkita xalqlar do'stligi saroyini odam o'tiradi bu yerda. Toshkentdagi Družba narodov bor-ku. Ikkita xalqlar do'stligiga sig'adigan odam o'tiradi bizda eshitib bu guruhda. Bekorga o'tirishmayapti. Siz aytganingizdek, ko'pchiligi biz mana partiyalarning oldiga qo'ygan maqsadi bor-ku, xalqqa bepul sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish degan maqsad bor, to'g'rimi? Sizlar ham mana shuni oldingizga bir maqsad qilib qo'ygansizlar. Xalq demokratik partiyasini men juda ham hurmat qilaman, chunki ijtimoiy himoya birinchi o'rinda turadi. Shunday. Men sizlarning ustavlaringlarni o'qiganman, tanishman ustavlarim bilan. Birinchi navbatda ijtimoiy himoya, xalqni ijtimoiy himoya qilish. Qolgan hammasi ikkilamchi masala deb qaraydi Xalq demokratik partiyasi. Mana bu kishi bizni kuzatib, bekorga kuzatmaganlar. Sababi guruhimizda bepul tibbiy sifatli konsultatsiya olish mumkin. Xuddi shunday. Uyda o'tirgan joyingizda bizni guruhimizga qo'shilib konsultatsiya olib, savollaringizga javob olib, beg'araz, ya'ni hech qanaqa ortiqcha xizmatlarsiz, xarajatlarsiz, uyingizdan chiqmasdan turib konsultatsiya olishingiz mumkin. Menimcha, ishxonada o'tirib zakaz bergan bo'lsangiz. Shunday ishxonada turib zakaz berdim, o'sha ishxonamiz yo'q bu yerda. Ishxonani o'ziga olib kelib berdi. Hozir mana yana ishxonalarda qabul qildilar bizani. Ishxonada qabul qilib, endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, uyga ham borib turibsizmi? Uyga ham boraman, kechki paytlar boraman, endi bitta ish ko'p bo'ladi, baribir xalq xizmatida murojaatchilar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ular bilan birgalikda haqiqatan joyiga borib o'rganish bo'yicha sizlarga o'sha bizlar ham yuramiz. Yurasizlar. Ha, joyiga borib o'rganish boshqacha baribir. Ha, men o'zim ham mazza qilaman Asqar aka. Tashqariga chiqib odamlar bilan gaplashib, sizga o'xshagan odamlar. Endi asosan sodda nima tibbiy ma'lumoti sal o'rtachadan pastroq bo'lgan odam qatlamlar bilan gaplashishga majbur bo'lamiz-da, lekin sizga o'xshagan mana xalqni dardida yurgan oliy ma'lumotli inson, yana kimsan Xalq demokratik partiyasining tuman kengashi raisi bilan hokimiyat binosida o'tirib gaplashish biz uchun katta baxt. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Farzandlar nechta aka? 4 ta. 3 o'g'il, bir qizim bor. To'y qilgansiz-a? Ha, yo'q, sunnat to'ylarini qilganmiz, lekin hali yosh. Yo'q. Endi katta o'g'lim maktab bitiryapti. Siz bilan aka-uka bo'lib qoldik, xudo xolasa. Toshkentga borganingizda ham biz idoramizga borasiz, o'tirib choy poylashamiz, xudo xolasa. Biz xursandmiz. Dermalife kompleksdan rozimisiz? Roziman. Haqiqatan ham bu teri kasalliklarida ham ayniqsa mana bizlar doimiy ishlaydigan odamlarda teri kasalliklari paydo bo'lgandan keyin baribir xohlaymiz yo'qmi, nima deydi, oldin nima qilmaymiz, strashni qilmaymiz, o'tib ketadi-ku bu degan maslahatlar. Lekin buni ertasiga oldini olish yaxshi ekanda. Shunaqa. O'sha oldini olmaysan, birinchi bitta qizarish bo'ladi, ikkita bo'ladi, u sekin-sekin butun tanaga asta-asta ko'payib ketaverar ekan. Gruppani kuzatgan bo'lsangiz, kecha bir narsaga e'tibor berdim. Nechog'li psixoemotsional holatda qanchalik ta'sir qilishini. Bitta Samarqand viloyatida Selskiy degan rayon bor ekan. O'sha yerda bitta onaxonning xonadonlariga bordik. 10 yashar bola. Mana siz deputat sifatida sizga aytyapman. 10 yashar bolani psoriaz toshgan. Psoriaz o'zingizga ma'lum, meni gruppamni kuzatsangiz bilasiz, yuqumli emas. Shunday, yuqumli emas. Ha, to'g'rimi? Yuqumli emas kasallikni deb bolani o'qituvchilari maktabga kelishini taqiqlab qo'yishgan. Boladagi teri muammosini deb yuqumli emasligini bilmasdan bolani maktabga kelishini taqiqlashgan. Ko'rasizmi, qanchalik, ya'ni odamlarning tibbiy malakasi ongi past, madaniyati past. Tibbiy ong o'sgani sari, tibbiy malaka oshgani sari insonlarning atrofingizdagilarni to'g'ri qabul qilishni boshlaysiz. Biz xursandmiz, sizga o'xshagan oliy ma'lumotli yana tuman kengashining raislari biz bilan
fikr almashayotganligidan biz uchun baxt. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Farzandlaringiz to'yiga ham Xudo xohlasa taklif qilasiz inshaalloh. Nasib bo'lsa, Sizlarning ham farzandlarning to'yiga boring. nasib Umringiz bo'lsa, uzoq Xudo bo'lsin. xolasa. Xursand bo'ldik. Xalq xizmati umuman charchamaysiz. Men doimiy sizlarni kanallarga kuzatib qolaman. Bitta taklifmi yo iltimos bor, Marhamat. agar to'g'ri keladigan bo'lsa. Albatta. Mayli ishlayotgan odamlar-ku, ha unday bunday qaydan bo'lsa ham o'sha oylik tushadi, boshqa qiladi. Iloji bo'lsa shu 10% mi, 5% mi bir haqiqatan ham nacharroq mana shunaqa kasalliklarga bo'lgan bolalarmi yo ayollarmi shunday bo'lsa, bepul qandaydir mahsulotlaringizdan ham chegirma qilib berish iloji bo'lsa, Mana o'sha xalq nimasiga. Mana siz Xalq demokratik partiyasini faoli sifatida hozir menga taklif qilyapsiz bu narsani. Sizlarni bilaman, ijtimoiy himoya nihoyatda muhim. Siz bilan bitta narsaga kelishib olamiz. Mana kamera oldida kelishamiz. Qachonki Kamoliddinjon, mana shu meni fuqaroyim, mani nima deydi, elektorat deydimi? Ya'ni elektoratim menga murojaat qilyapti. Haqiqatda teri kasalligi bor. Shunga yordam bering deb bir og'iz gapsiz, biz yordam beramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Umringiz Mana shu kelishuv yaxshi bo'ldi, lekin haqiqatan bizga murojaatlar ko'p bo'ladi. Haqiqatan borib ko'raman, teri kasalliklari bo'yicha ham ko'p murojaat bo'lgan. O'zimizni nimaga yo'naltamiz? Tibbiyotga. Endi yaxshi bo'lib ketish qiyinroq bo'ladi-da. O'sha uchun sizlar endi to'liq mutaxassis bo'lganligi sababli shu yo'nalishda aytyapman. Siz kimni yo'naltirsangiz menga, Kamoliddinjon, mana men partiyani rahbari sifatida o'zimning hududimdagi shu bemorni sizga yo'naltirib olmasiz, bizni ko'rib berib, qo'limizdan kelgancha maksimal darajada yordam berishga harakat qilamiz. Shunday qilsangiz yaxshi. Bu sizning hurmatingizdan. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Shu yerda ham o'zlarini emas, o'zlarining manfaatlarini emas, ya'ni o'sha elektoratni, ya'ni xalq manfaatlarini o'yladilar. Bu kishiga kattakon rahmat. Iloyim sizga o'xshagan insonlar ko'paysin. Sog' salomat bo'linglar. Yurtboshimiz olib borayotgan ajoyib siyosatni bir davomchilari sizlar. Ya'ni yetkazuvchilar sizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Sizlar borsizlar, biz ham xotirjam ishlaymiz mana. Rahmat. Salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.